Aka uka uyda yolg'iz filmi. Rollarda Abdulkarim va Saidali Kamolovlar. Bizda tuman. Biz uydamiz Saida bilan bitta o'zimiz. Qolganlar ketishgan safarga. Hozir ishga ketamiz. Shunaqa yangiliklar bizda. Mana qanaqa tuman. Hech nima ko'rinmayapti. Yomg'ir yog'yapti. Sekin ketamiz. Bizda yaqinda yomon qor yog'uvdi-yu, lekin o'sha erib ketib anaqa bo'lgan. Partiya yechib o'tiramiz. Yo! Nima bu ahvol? Tekislasizmi? Bunga chiqing. А что, так можно было, что ли? Biz hozir Saidali bilan katta kuchishga kelganmiz. Hozir xokkey o'ynashyapti. Bizga endi men mashincha tozalab beryapti hozir. Buni qarang. Suv qilib ketyapti. Yaltiratyapti. Tug'ilganidan boshlaganmi deyman? Buni qarang. Yo, mana shu zo'r dangni qo'l sindirmasam bo'ldi. Sayt o'qib bermasangiz like qo'yishmaydi. Мне хочется плакать. Ashuna gaplar. Qaq keldik. Masjid, qayerdagi masjid? Chikagodagi masjidga keldik. Oldingi cherkovni musulmonlar sotib olib, bu tarafda arablar ko'p yashaydi. Chikagoda turadiganlar bilsa kerak. Sotib olib turib masjid qilishgan mana. Katta masjid, yonida binosi bor, unda o'qish qilishgan. Biz Saida bilan Chikagoda ishimiz bor edi, Chikagodamiz hozir. Yana uyda yolg'izmiz a. Saidali bilan hech kim yo'q yana. Va biza bugun Mishlenskiy zvizdamiz bor-ku bizda. Karischa, xitoycha ovqat qilganmiz, qovurma lag'mon. Uyda bor narsani ishlatamiz. Ana shu qolib ketgan bo'lsa, xolodilnikda, masalan, mana bu yerda go'shtlar qolib ketgan, sovuramiz hammasini. Hamma narsani olib sovurganmiz. Shunaqa qilib bugun mana bunaqa qovurma lag'mon bo'ldi. Mazalimi? Baho beringlar. Ko'rinishi tuzli bo'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi.